biz sokinmiz, hech qanaqa давление yo'q. O'shaning uchun ham ertaga Portugaliyaga qaraganda bizga osonroq bo'ladi deb o'ylayman, chunki ular ko'proq yutishga harakat qilishadi. Bizda esa ajoyib jamoa shakllangan. Birinchi o'yindan keyin bizda o'zimizga bo'lgan ishonch bor, chunki debyutda o'ynab bo'ldik. Hech qanaqa ortiqcha давление yo'q, hammasi yaxshi. O'shaning uchun biz faqat ertaga yaxshi natija uchun maydonga chiqamiz. Boshqa jamoalarga qaramasdan o'zimiz ochko yig'ib o'sha guruhdan chiqishga harakat qilishimiz kerak deb. O'shaning uchun bizga farq yo'q ular qanaqa o'ynashi, chunki birinchi tur bu uncha muhim narsa emas deb o'ylayman. Hamma o'zini o'yiniga e'tibor qaratadi. Albatta agar oxirida shuni taqozosi bilan shuna to'g'ri keladigan bo'lsa, unga e'tibor qaratishimiz mumkin, lekin hozir faqat o'zimiz natijaga e'tiborimiz qaratilgan. Shubhasiz raqibimiz eng kuchlilardan biri. Agar Portugaliya jamoasiga bir nazar tashlasangiz, ularning qanotlarida juda kuchli futbolchilar bor. Bu jamoa dunyoning eng yaxshi yarim himoya chizig'iga ega. Shuningdek, futbol tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biri ham aynan shu jamoada to'p tepadi. Shunday ekan, bu oson bo'lmaydi, lekin biz jahon chempionatidamiz. Jamoa sifatida harakat qilishimiz kerak va mehnat qilishimiz kerak. Chunki yaxshi natija bilan maydon tark etishning yagona yo'li shu. Statistik ma'lumotlarni to'g'ri talqin qilish har doim ham oson emas. Masalan, to'pning harakat tezligi, futbolchilarning texnik saviyasi o'yin sifati haqida muayyan tasavvur beradi. Shaxsan men jismoniy ko'rsatkichlarga tayanib baho berishni to'g'ri deb hisoblamayman. Chunki futbolning asosiy mezoni to'pni boshqarish, aniq uzatmalar amalga oshirish va uni imkon qadar kamroq yo'qotishdir. Agar o'yinchi yoki jamoa to'pni 20 marta boy bersa, uni qaytarib olish uchun yana 20 marta ortiqcha kuch sarflashga to'g'ri keladi. Bu esa o'yin taqdiriga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan omillardan biri. Portugaliya jamoasining statistik ko'rsatkichlari ko'plab yo'nalishlarda juda yuqori ekanini yaxshi bilamiz va bu borada yetarlicha tahlil ham olib bordik. Biroq maydonda shunchaki ko'p yugurishning o'zi kifoya emas. Muhimi to'g'ri va samarali harakat qilish. To'pni asossiz yo'qotmaslik, uni yo'qotgan vaziyatda esa qaysi hududda va qanday tarzda qaytarib olishni bilish zamonaviy futbolning eng muhim jihatlaridan biri. Portugaliya terma jamoasining o'yin uslubini chuqur tahlil qilishga harakat qildik. Ular odatda to'pga egalik qilish orqali uchrashuv ritmini nazorat qilishni afzal ko'radi. Bundan tashqari bahslarni yuqori tempda boshlashga moyil ekanini ham yaxshi bilamiz. Maqsadlari imkon qadar tezroq tashabbusni qo'lga olib, raqib himoyasida bo'shliq topish va o'yinni o'z tomoniga og'dirish. Shu jihatlarni inobatga olgan holda uchrashuvga puxta tayyorgarlik ko'rdik. Jamoamizning o'ziga xos rejasi va taktik yondashuvi mavjud. Maydonga chiqqanimizda esa avvalo o'z futbolimizni ko'rsatishga intilamiz. Futbolning bas ham shun. Albatta, qarshimizda juda kuchli raqib borligini yaxshi bilamiz, biroq bu bizni cho'chitmaydi. Asosiy maqsadimiz imkon qadar eng yaxshi o'yinimizni namoyish etish, har bir vaziyat uchun kurashish va final qushdagi yayragunga qadar bor kuchimizni ishga solishdir. Jamoani yig'ganimizdan keyin asosiy vazifalarimizdan biri futbolchilarning jismoniy holatini yaxshilash bo'ldi. Ayrim futbolchilar mavsum davomida turli chempionatda ishtirok etgan bo'lsa, boshqalarida esa ayrim muammolar kuzatildi. Shunga qaramay, oxirgi uchrashuvda futbolchilarning funksional holati talab darajasida ekanligiga amin bo'ldim. Eng muhimi, jamoa o'yinni yuqori suratda yakunlay oldi va futbolchilarda charchoq bilan bog'liq jiddiy muammolar sezilmadi. Bu esa ularning jismoniy holati ancha yaxshi darajada ekanini ko'rsatadi.